Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Yaxshi turibsizlar? Bugun 7-oyning 5-kuni xabar kanalımızga hoş geldinglar. Yaqindan buyon Xitoy davlati ichida nurg'un o'rinlarda ochliq idorasi, ya'ni bunday aytganda ochliq ombiriga o't ketish ahvoli kayni-kaynda yuz beribdi. Xitoy davlatining nurg'un o'rinlarida ochliq ombiriga o't ketish voqeasi dunyoda ko'rilib boqmagan g'alati bir ahvol ekan. Biz buni Jungocha alaylikka ega bo'lgan ahvol deb biladi ekanmiz. Xitoyning internet taratqularida xabar qilinishicha, Xitoy davlatining Shanxay, Henan, Guizhou qatorliq yerlardagi davlat egligidagi cho'ng tipdagi ochliq omborlarga o't ketibdi. Nima uchun birli vaqtida kayni-kayndan bu davlat egligidagi nihoyat cho'ng tipdagi ochliq omborlarga o't ketdi? Xitoyning bir qancha sulolasiga qarasaqmi, shu sulolalarning vayron bo'lish, yemirilish mezgillarida, urush bo'lib, urushda mag'lub bo'layotgan mezgilda shu sulolaning podshohlari g'azina ombirini, ochliq ombirini tekshirganda, u g'azina ombirlari, ochliq omborlari hammasi olli-burullam qurg'udilib bo'lgan ekan. Endi Xitoy davlati ichidagi davlat egligiga qaraydigan cho'ng tipdagi ochliq omborlarga o't ketishning sababimi u ochliq ombor ichidagi ochliqlar olli-burun qurg'udilib bo'lgan ekan. Yillardan beri Xitoy markaziy hukumati ochliq ministriga buyruq tushirib, davlat egligidagi cho'ng tipdagi ochliqlarning zapas miqdorini tekshirish uchun aniqlash vazifasini berganda, Xitoy ochliq ministrining har qaysi o'lkalarning har qaysi cho'ng shaharlaridagi ochliq omborlarini tekshirish jadval programmalaridan tuvan organlarning ochliq saqlash organlari alliburun xabardor bo'lib bo'ladi ekan. Shuning bilan yuqorining tekshirish guruhi Kayfing shahridagi cho'ng ochliq omborini tekshirgani kelgan vaqtida u Kayfing shahridagi ochliq omborda liqmiliq ochliq bo'ladi ekan. Yana bir kundan keyin Loyang o'lkasidagi ochliq omborini tekshirmoqchi bo'lgan vaqtida Kayfing shahridagi cho'ng tipdagi ochliq omborining ichidagi ochliqlarni kechilab yo'tkab, Loyang shahridagi cho'ng ochliq omborlariga ochliqni to'ldirib bo'ladi ekan. Ertasi Loyangga tekshiruvchilar borsa, u yerdami ochliq liqmiliq turgan. Mana mushundaq shaklda ochliq ishlariga mas'ul bo'lgan Xitoy hukumat xodimlari tuvandan yuqorigacha poraxo'rlikda uchiga chiqib, Xitoy hukumatining yuqori qatlamlariga yolg'ondan ochliq zapas miqdori 100 ming tonna deb yolg'on doklad qilib, zapas ochliq setilish uchun Xitoy markaziy hukumatdan necha milliard ochliq puli ilib, u pullarni olli-burun poraxo'r amaldorlar xashlab bo'lgan ekan. Xitoy markaziy hukumatining ustildagi Xitoy davlat egligida mancha million ochliq zapisi bor degan sansipirlarning hammasi yolg'on sansipir ekan. Lekin yaqindan buyon Xitoy davlatida har jihatdan krizisga uchrash, urush tahdidiga uchrayotgan bu vaqtda Xitoyning davlat egligidagi haqiqiy ochliq zapisini aniqlash uchun har qaysi cho'ng tipdagi ochliq omborlariga birli vaqtida tekshirish guruhi avatib aniqlamoqchi bo'lgan bu mezgilda bu cho'ng tipdagi ochliq omborlariga tuyuqsiz o't ketib qoladi ekan. Chunki bu cho'ng tipdagi ochliq omborlariga Xitoy hukumatining tekshirish guruhini aldash uchun boshqa ochliq omborlardan ochliq yo'tkab kelishga ulgurmaydi ekan. Shuning bilan buning birdan bir amali ochliq bo'lmagan cho'ng tipdagi ochliq skladlarga o't qo'yib etilgan. Mana mushundaq amal chora orqali har qaysi o'lkalardagi cho'ng tipdagi ochliq omborlarga mas'ul bo'lgan organlar yuqori organlarni aldaydi ekan. Mana mushundaq yolg'on sansipir berish, yuqori tuvan yuqorini aldash ahvollari yuz berib, natijada Xitoy davlatining ochliq omborlariga kayni-kayndan o't ketish ahvoli yuz berishga boshlabdi. Xi Jinping ochliq xizmatiga mas'ul bo'lgan Xitoy amaldorlaridan hisob so'roq qilay desa, bu hisob so'roq necha yuz ming odamga berib taqiladi ekan. Xitoy davlatining mana mushu ochliqning ahvoliga o'xshash Xitoy davlatining har qaysi banklarining hisobimi mushu ochliqning shakliga o'xshaydi ekan. Uningdan boshqa agar Xitoyda urush bo'lib qolsa, harbiy xodimlarga yetkazadigan kiyim-kechak, oziq-to'lik, benzin yiqilg'ulami mushu o't ketgan ochliqning shakliga o'xshaydi ekan. Demak, Xitoy davlatining ichki jihatdagi poraxo'rlik, chiriklik, markaziy hukumatga beradigan yolg'on sansipirlar kontrol qila olmaydigan darajaga yetibdi. Uningdan boshqa yana bir yangi xabar,
Avstraliya davlati Xitoy bilan butunlay munosabatni uzish vaziyati ko'rilib yetibdi. Avstraliya davlati xalq ichida ra'y sinash ipagan vaqtida %94% xalqi Avstraliya davlatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatni butunlay uzishni talab qiladi ekan. Bundan keyin har qanday sohada bo'lsin, Xitoy davlati bilan qat'iy munosabat qilmaslikni talab qilib yetibdi. Avstraliyaning eksport mahsulotlarining 3dan biri Xitoy davlatiga eksport qiladi ekan to'q. Masalan, Avstraliyaning qo'y juni, Avstraliyaning temir tavlash kon rodilari asosan Xitoy davlatiga eksport qiladi ekan. Lekin Avstraliya xalqi Xitoy davlatiga eksport qiladigan 3dan 1 eksport mahsuloti to'xtab qolsa, to'xtab qoladi ekan. Lekin Xitoy davlati bilan qat'iy munosabat qilmaslikni orzu qiladi ekan. Sababi Avstraliya hukumatı Xitoyda tarqalgan virus to'g'risida to'g'ri javob berishni ham Avstraliya davlati mustaqil bir tekshirish guruhini Xitoy davlatiga avatib, Xitoy virusining manbasini aniqlashni talab qilgan vaqtida Xitoy hukumatı Avstraliyaga tahdid qilib, biz sening mahsulotingni sotib olmaymiz degandek tahdid shaklda Avstraliya davlatiga eksport, import qilishni cheklash tahdidini ishlatgan ekan. Lekin Avstraliyaning bosh ministri Scott John Morrison biz Avstraliya davlati qanchalik ziyon tortsaqmi, lekin bu Xitoydan tarqalgan virusningki manbasini aniqlash maydonimizda ching turamiz. Chunki bu Xitoydan tarqalgan Xitoy virusi Avstraliya davlatiga ziyon yetkazib qolmasdan butun insoniyatga balo qazo ekan. Shunga biz bu maydonimizda ching turamiz deb javob beribdi. Oxirgi qo'shimcha xabarimiz hozir nurg'unlagan davlatlar Hindiston davlatini qo'llash va Hindiston davlati bilan hamkorlashish vaziyati shakllanib yetibdi. Bunun misoli Rossiya davlati o'zining eng ilg'or kurashchi aeroplanlarini Hindistonga sotib berish va Hindiston davlatiga bundan keyin texnik ko'p kurashchi aeroplanlarini ta'minlash uchun jiddiy turda ilg'or tipdagi aeroplanlarni yasash xizmatini boshlab ketibdi. Fransiya davlatimi jiddiy shaklda o'zining eng ilg'or tipdagi Rafale tipdagi aeroplanlarini Hindistonga yetkazib beribdi. Isroiliya davlatimi Hindistonga Xitoy armiyasiga ajallik zarba beradigan har xil tipdagi harbiy texnik qurollarni ta'minlabdi. Yaponiya davlatimi darhol pozitsiya bildirib, Hindiston armiyasiningki orqa safga munosabatlik moddiy ashyolarni yetkazib berish, Hindiston dengiz armiyasiga moslashib, Hindiston dengiz armiyasining orqa safga munosabatlik moddiy ashyolarni yetkazib berish to'g'risida aktiv pozitsiya bildiribdi. Avstraliya davlatimi darhol pozitsiya bildirib, Hindiston davlati urushga kirsa, Hindistonga yordam berish uchun Avstraliyaning maxsus bir harbiy parxod porti Hindiston davlati uchun xizmat qiladi ekan. Mundaq aytganda, G'arb dunyosining kuchli davlatlari Hindiston davlati uchun yordam qilishga tayyor ekan. Demak, Xitoy davlati Hindiston bilan urush qilib qolsa, butun dunyoning kuchli davlatlari bilan urush boshlaydi degan gap ekan. Bugungi eng yangi xabar, Amerika dengiz armiyasining eng cho'ng dengiz armiya quvvati G'arbiy Tinch okeanga to'planib bo'ldi. Ya'ni Amerika dengiz armiyasining 3 cho'ng aviamatkasi G'arbiy Tinch okeanga kelib bo'ldi. Nimitz markalik aviamatka, Roosevelt markalik aviamatka, Reagan markalik aviamatka, 3 cho'ng aviamatka bir vaqtida bu G'arbiy Tinch okeanga toplanıbdı. Odatda Reagan markalik bir aviamatkaning o'zi urush bo'lib qolsa, bir davlatni yo'q qilib yetalaydi ekan. Kuzatuvchilarning deyishicha, hozir Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreya o'rtasida jiddiylik barg'ansiri kuchayib yetibdi. Agar Shimoliy Koreya urushga sababchi bo'lib qolsa, Amerikaning bu dengiz armiyasi, Janubiy Koreyada turishliq Amerika armiyasi, Yaponiyada turishliq Amerika armiyasi bir vaqtida urushga qatnashish tayyorligini o'rindab bo'ldi. Bu vaziyat Xitoy davlatini hozir jiddiy andishga silib yetibdi. Qisqacha xabarimiz tugadi. Qimmatli vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.